5-video buyurtma berish. Ushbu videoda onlayn hamshira ilovasida qanday buyurtma berishni bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Jarayon atigi 4 ta qadamdan iborat. Avvalo, xizmatlar bo'limidan zarur mutaxassislikni tanlang. Birinchi qadamda mutaxassis jinsi, bemor kimligi va manzil belgilanadi. Chaqiruv o'zingiz uchun bo'lsa, o'zingizni. Agar yaqinlaringiz uchun bo'lsa, bemor ma'lumotlarini alohida kiriting. Keyin xizmat ko'rsatiladigan manzilni belgilang. Manzil qanchalik aniq bo'lsa, mutaxassis shunchalik qulay yetib boradi. Ilovada qulaylik uchun chaqiruv manzillarini saqlash funksiyasi ham mavjud. Ikkinchi qadamda tanlangan bemor yoki bemorlar uchun zarur xizmatlarni tanlaysiz. Bu jarayonda umumiy summa avtomatik tarzda xizmat turi va soniga qarab hisoblab boriladi. Uchinchi qadamda esa qulay vaqtni belgilang. Mutaxassis uchun izoh va shifokor yo'llanmasi ixtiyoriy kiritiladi. To'rtinchi qadamda kiritilgan va tanlangan chaqiruv ma'lumotlari to'g'riligini tasdiqlaysiz. Agar sizda promokod bo'lsa, shu qadamda kiriting va mavjud chegirmadan foydalaning. Keyin esa sizga qulay to'lov turini tanlang. Siz naqd yoki karta orqali to'lov usulini tanlashingiz mumkin. Aynan shu oxirgi qadamda buyurtma, ya'ni chaqiruv rasmiylashtiriladi. Buyurtma berilgandan so'ng uning holatini ilova orqali kuzatib borishingiz mumkin. Chaqiruv holatining har bir o'zgarishida sizga bildirishnomalar yuboriladi. Buyurtma mutaxassis tomonidan qabul qilingach, siz uning profil oynasiga o'tib, zarur ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. Bu oynada mutaxassisning ish tajribasi, reytingi, bajargan buyurtmalari soni va foydalanuvchilar tomonidan qoldirilgan sharhlar ko'rsatiladi. Shuningdek, mutaxassisning qisqacha ma'lumotlari, mehnat faoliyati, ta'limi hamda diplom va sertifikatlari bilan ham tanishishingiz mumkin. Bu esa sizga mutaxassis haqida yanada to'liq tasavvur olishga yordam beradi. Xizmat yakunlangach, iltimos mutaxassis ishiga baho bering. Bu xizmat sifati yanada yaxshilanishiga yordam beradi. Ko'rib turganingizdek, buyurtma berish jarayoni bir necha oddiy qadamdan iborat. Keyingi videoda esa ko'p beriladigan savollarga qisqa va aniq javob beramiz. Onlayn hamshira ilovasida buyurtma bering va qulay davolaning.